Assalomu alaykum barchaga. Bugun Mercedes-Benz ishqibozlari uchun eng hashamatli avtomobillardan biri bo'lgan Cabinet na колесах degan nomni olgan, ya'ni g'ildirak ustidagi hashamatli xona nomiga sazovor bo'lgan Mercedes-Benz W222 S600 Maybach avtomobili. Obzorimizni oxirigacha tomosha qilsangiz, ushbu avtomobil haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Shunday ekan, videomizni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Bu avtomobilimiz yasalgan Maybach emas, bu haqiqiysi. Buni esa yon tomoniga o'tganimizda avtomobilni uzunligidan ham bilib olsangiz bo'ladi. Aynan mana shu radiator panjaralari ham Maybachga tegishli. Bu yerda esa Mercedes-Benz logotiplarini ham ko'rishimiz mumkin. Avtomobilimizning old qism bamperlarida 6 ta Parktronic sensorlar, undan tashqari aynan mana shu qismda kattakon Distronic sensor ham o'rnatib ketilgan. Chiroqlar esa to'liqligicha matritsali adaptiv yoritish tizimi bilan ham jihozlab qo'yilgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin kunduzgi harakatlanish chirog'i va bir vaqtning o'zida qayrilish chirog'i vazifasini ham bajarib bera oladi. Pastki qismni ham ko'ryapsiz, juda ham chiroyli tarzda ishlangan, xrom elementlari bilan boyitib o'tilgan. Avtomobilimizning yerdan balandligi 120 mm ni tashkil qiladi va 12 shildigini ko'rishingiz mumkin. Avtomobilning qanot qismida bu aynan avtomobilimizni motoriga tegishli bo'lgan shildik hisoblanadi. Chunki bu avtomobilda 6 litrlik V12 dvigatel o'rnatilgan. G'ildiraklariga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, old qismda 245 ga 45 ZR20 disklar o'rnatilgan 20-razmerda. Nega aynan ZR? Sababi avtomobilning orqa qism disklarini hajmi boshqacha. Bu yerda 275 ga 35 ZR20. Nega aynan g'ildiraklarni razmerlari, ya'ni boshqacha desangiz, avtomobilimiz orqa g'ildiraklari harakatlantiruvchi, ya'ni RVD hisoblanadi. Shuning evaziga ham bu yerda o'zgarishlar bor. Podveskasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, avtomobilimizda to'liqligicha orqa qismda ham, old qismda ham mustaqil podveska o'rnatilgan va pnevma podveska bilan ham jihozlab o'tilgan. Boya aytdim-ku, yon tomonga o'tganda ko'rishingiz mumkin, bu haqiqiysi deb. Ko'ryapsizmi? 5 metr 46 sm uzunlikda avtomobilimiz, balandligi esa 1 metr 49.8 ni tashkil qiladi. Eniga 1 metr 89.9, deyarli 1 metr 90 sm ni tashkil qiladi ushbu avtomobilimiz. G'ildiraklar bazasi ham juda ham katta bu avtomobilda. Shuning uchun ham deyarli limuzin desak, menimcha adashmagan bo'lamiz. 3 metr 36 sm ni tashkil qiladi avtomobilni g'ildiraklar bazasi. Yon ko'zgularni ko'ryapsiz, bu yerda qayrilish chiroqlarini ifodalovchi chiroq ham o'rnatib ketilgan. Undan tashqari orqadan avtomobil kelsa ogohlantirish, aynan yon ko'zguda ham isitish funksiyalari, avtomatik sozlanish funksiyasi ham, avtomatik qayrilish funksiyasi ham bor. Mana bu yerda esa avtomobilimizda yo'l belgilarini o'qiydigan kichik bu yerda kameralar hamda Distronic va radarlar o'rnatib ketilgan bo'ladi. Ko'ryapmizki, avtomobil eng full pozitsiyada bo'lganligi uchun panorama tom ham o'rnatilgan va buni lyuki ochiladi. Aynan mana shu bitta lyukini o'zi bizni ko'pchiligimiz sevib haydaydigan Malibu avtomobilini ikkita, ya'ni panorama tomini ikkita oynasiga teng desak, deyarli adashmagan bo'lamiz. Bu yerda xrom elementlari ham juda ham ko'p, ko'ryapsiz. Aynan eshiklarimizni stoyka qismida yuqori hamda pastki qismlarda eshik dastaklarida ham xrom elementlari bor. Disk ham to'liqligicha xrom. Nega desangiz, aynan xrom avtomobilni hashamatliroq ko'rsatadi. Shuning uchun shunaqangi yechim qilingan. Bu yerda ham Maybach logotiplarini o'zingiz ko'rishingiz mumkin ko'zingiz bilan. Endi esa avtomobilni sizga eshiklarini bitta ochib ko'rsatamiz. Bu yerda eshiklarimizda tortib olish funksiyalari ham bor va orqa eshigiga ahamiyat bering buni kattaligini. Haqiqiy limuzin avtomobil deb shuni aytib o'tdik. Orqa eshigi ham juda ham katta va bunda ham o'zi avtomatik tortib olish funksiyasi bor. Orqa qismga ham ahamiyat bering, juda ham chiroyli tarzda avtomobilimiz ishlangan. Bu yerda ham Maybach yozuvlarini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari S600 shildiklari ham va chiroqlarining o'zi ham alohida dunyo bu avtomobilimizda juda ham chiroyli tarzda ishlangan. Qayrilish chiroqlari ham aynan pastki qismda ijro etib o'tilgan. Qayrilish chirog'i bir vaqtning o'zida orqaga harakatlanganingizda orqani yoritib beradigan chiroq vazifasida ham ishlaydi va orqa qism bamperda ham xuddi shunaqangi 6 ta Parktronic sensorlar bor. Vyxlop difuzorlariga ham ahamiyat bering. Bu yerda ikkalasi ham funksional, chunki avtomobilda 6 litrlik motor o'rnatilgan. Yukxonani ham qisqacha ko'rsatib o'tamiz sizga. Ko'rishingiz mumkin. Deyarli 480 litr sig'imga ega bo'lgan yukxona bu yerda bor va subwooferlar ham o'rnatib ketilgan. Avtomobilimizda bir dona emas, ko'pchilik avtomobillarda bir dona bo'ladi-ku subwoofer. Bu avtomobilimizda
3 dona subwooferlar bor. Shifkalariga ham ahamiyat bering, juda ham chiroyli ishlangan. Bu yerda kombinatsiya ham qilingan, ya'ni to'q kulrang bilan qaymoq rangdagi charmlar. Bular haqiqiy charm, ya'ni soft teri hisoblanadi. Avtomobilimizning old o'rindiqlarida isitish, sovutish hamda massaj funksiyalari mavjud. Undan tashqari bir emas, 3 ta xotira ham qo'ysangiz bo'ladi. O'rindiqlarni aynan mana shu yerdan sozlashingiz mumkin. Bosh suyanchig'ini sozlaydigan tugmani ustki qismidagi qoplama tushib qolgan. Endi kichkinagina narsa, shuning uchun to'liq ko'rsatyapmiz baribir. Tushib qolganiga qaramasdan bu yoqlar, ya'ni qo'l tegadigan joylar ham to'liqligicha charm, eshik dastaklari va pastki qismlarda alyuminiydan ham ishlov berib o'tilgan. Karnay, qarang, mana shu qismda ham qo'yilgan, bu qismda ham pishalkalar qo'yilgan va yana bitta karnay bu yerda joy yetmaganligi uchun aynan pastki qismga qo'yib o'tilgan, juda ham chiroyli tarzda. Yukxonani ochish tugmasi ham aynan shu yerda qo'yib o'tilgan avtomobilda. Ichki qismi ham juda ham chiroyli. Chirog'ini qarang. Bitta chirog'ini yoqishni o'zi shunchalik yorug'ki, chiroqlari bemalol ichki qismni bizga yoritib bera oladi. Endi sekingina o't oldirsak ham bo'ladi. Start stop tugmalari bor. O't olish ham ajoyib. Bu motorni ishga tushishi ham sizga boshqacha emotsiya bera oladi, chunki bu yerda V12 dvigatel o'rnatilgan 6 litrlik. Endi esa panorama tomni ochib qo'yamiz. Qo'shimcha yorug'lik kirish uchun bu yerda quyoshdan saqlaydigan maxsus panorama tom oynalari ham qo'yilgan avtomobilda. Ko'ryapsiz, multirul, multimediani to'liqligicha ruldan boshqarish mumkin. Rulimizni chap tomonida bir emas 3 ta dastak bor. Buni biridan rulni elektron tarzda sozlasak, biridan cruise kontrolni boshqaramiz, biri bilan esa oyna tozalagichlarini ishlatishimiz mumkin. Chiroqlarni boshqarish esa pastki qismda joylashtirib o'tilgan avtomobilimizda. O't oldi, bu yerda 12 dyumdagi to'liqligicha bizga avtomobilni tezligini va boshqa sozlamalarni ko'rsatadigan tabloimiz o'rnatilgan, to'liqligicha raqamlashtirilgan elektron. Bu yerda esa markaziy displeyimiz bor. Markaziy displeydan ham hamma narsalarni ko'rishingiz mumkin. Kerakli bo'lgan narsalarni sozlay olasiz. Yarmida karta, yarmida esa o'zingizga kerakli bo'lgan narsani ham chiqarib olishingiz mumkin. Aynan mana shu bitta kozirok ostida joylashtirilgan tablolarni ham Mercedes urfga kirgizib bergan. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Mercedesning o'zidan soatlar ham qo'yilgan, mexanik ishlaydigan soat, ikki hududga ajratilgan iqlim nazorat qilish bloki, o'rindiqlarda isitish, sovutish, massaj funksiyalari bor. Undan tashqari xotira ham bor avtomobilimizda. Head-up displeylar ham o'rnatib ketilgan albatta. Mana bu esa orqa qismni bizga uzluksiz ko'rsatib turadigan monitor hisoblanadi. Bu yerda touch screen ham bor, ya'ni siz sensor yordamida monitorni qo'l cho'zmasdan shu yerning o'zidan boshqarishingiz mumkin. Avtomobilimizni pnevmo podveskasi, undan tashqari tormozlarini ham o'zgartira olasiz. Avariyaviy chiroqlar, multimediani past baland qilish ham aynan shu yerning o'zida joylashtirib ketilgan. Mana bu yerda ham kichikroq bo'lgan joy bor. Narsalarni bemalol joylab ketsangiz bo'ladi. Bu bir tomondan emas, ikki tomondan ochilish funksiyasiga ega. Qarang, DVDlarni, hattoki shnurlarni qo'yish uchun joylar ham ushbu avtomobilimizda aynan mana shu qismida bor ekan. Ko'ryapmiz, chiroqlar bor hamda mana shu yerda koreys yozuvlarini ko'ryapmiz, chunki avtomobil Koreyadan keltirilgan koreyskiy variant hisoblanadi. Bejizga kabinet na kolyosih demaskan, chunki ichki qismidagi qulaylik aynan shunday ta'riflashga yetadi. Ko'ryapsiz, bu yerda ham Burnesterdan dinamiklarimiz qo'yilgan. Avtomobilning ichki qismida to'liqligicha 26 ta karnaylari mavjud va 3 ta subwoofer o'rnatilgan, aynan premium klassdagi Burnester audio tizimidan. Qarang, orqa oynalarni tushirishdan tashqari bu yerda yana qo'shimcha tugmalar ham bor ekan. Mana bu tugma pardalarni ko'tarib tushirishga javob beradi. Bunisi oynaga, mana bu esa panorama tomni orqa qismini, pardasini ochib yopadigan. Mana bu orqa oynadagi pardani tushirib ko'taradigan tugmalar hisoblanadi. Atamankalarni boshqarish, bosh suyanchig'ini boshqarish, o'rindiqni to'liq boshqarish shu yerda. Massaj, undan tashqari massaj emas, relax mode o'rindiqda mavjud ekan va ikkita xotira ham aynan orqa o'rindig'imizda mavjud. Buni ham pastki qismida karnaylarimiz o'rnatib ketilgan. Juda ham chiroyli va ajoyib bo'lgan avtomobil. Endi yaqinroq ko'rsatasiz, qarang. Men o'tirsam ko'rinmay qolaman, chunki bu haqiqiy lyuks klassdagi hashamatli avtomobil hisoblanadi. O'tirganda deyarli ko'rinmaysiz. Maza qilib yotib olib ketsangiz bo'ladi. Orqa qismda ham 2 dona 9 dyum atrofidagi bu yerda monitorlarimiz bor avtomobilda. Mana shu qismda ko'ryapsizki, stolniklar ham qo'yib o'tilgan. O'zingizga qulay tarzda ochib, bu yerda xohlasangiz yengil tamaddi qilishingiz yoki notebooklarni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Keraksiz bo'lib qolgan paytida esa
olib yana joyiga joylab qo'yaverasiz. Mana bu qismda ajoyib bo'lgan narsa bor ekan. Hozirgi kunda ko'pchilik Xitoy avtomobillarida bor-ku, Mercedesda avvaldan bo'lgan. Qarang, hozir sizga ajoyib narsalarni ko'rsataman buni. Qarang, o'rindiq bosamiz. Ozgina kuting deydi, chunki bu 2016-yilda chiqqan avtomobil. Qarang, o'rindiqni atamankalarni boshqarish mumkin. Mana o'ng tomon. Men o'tirganimni bilib, o'ng tomonni ko'rsatmoqda, qarang. Aynan bokovoy поддержка deydi-ku, yon tomondan bizni qo'llab-quvvatlaydigan qismini boshqara olamiz. Mana bu yerdan esa o'rindiqni o'zini qarang, bemalol boshqarishimiz mumkin. Yuqoriroq, pastroq qilib, belingizga upor beradigan qismini. Mana bunday qilib esa massajni boshqarasiz. Mana bunday qilib abagrev, abduf, ya'ni isitish hamda sovutish tizimini boshqarsangiz bo'ladi. Hamma narsa bor. Hamma kerakli bo'lgan narsalar, kerakli bo'lgan hashamatni hammasi avtomobilda mavjud. Aynan mana shu qismda ko'rishingiz mumkin. Stakan qo'yish uchun joylar, isitish funksiyasi hamda sovutish funksiyasi bilan jihozlab o'tilgan. Orqa qismda ham bir emas, ikki hududga bo'lingan iqlim nazorat qilish bloki hamda Maybach yozuvi. Menimcha aynan Maybach yozuvini o'zi yetadi avtomobil qanchalik hashamatli ekanligini ko'rsatish uchun. Chiroqni ko'rdingizmi? Birgina tugma orqali avtomobilning orqa qismini to'liqligicha yoritish mumkin. Endi bitta boshqatdan ko'rsatib yuboring, chiroyliroq qilib orqa qismini ham hashamatli bo'lgan avtomobil. Mana bu yerda orqani o'ziga alohida disk qo'yish uchun joylar bor. Old qismda ham bor edi, orqa qismda ham alohida bor. Bu yerga boyagi vinolarni qo'yib ketadigan joy adashmasa. Oynalar ham qo'yib o'tilgan. Orqa qismda endi kimgadir kerak bo'ladi, shuning uchun oynalar albatta bor va bu yerda Burmester yozuvli high end, ya'ni 3D bu yerda karnaylarimiz ishlaydi. 3D sizga ovozni yetkazib beradi. Maza qilib musiqalarni ham tinglab ketsangiz bo'ladi. To'g'risi gapirsak gap ko'p, endi esa texnik xususiyatlariga o'tamiz. Avtomobilning texnik xususiyatlarini aytib o'tamiz. U uchun esa motorimizni qopqog'ini, ya'ni old qism kapotini ochib olishimiz kerak. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda kichkina emas, bahaybat V12 dvigatel yotibdi. 6 litr sig'imga ega, ikkitalik turbina bilan jihozlangan, 530 soat kuchini beradi va mana shunday kattalikdagi 546 sm kattalikdagi, ya'ni 5 metr 46 sm kattalikdagi avtomobilimizni 0 dan 100 gacha atiga 4-9 soniyada qo'zg'ata oladi. Uzatmalar qutisi esa 7 pog'onali G-Tronic uzatmalar qutisi avtomobilimizda o'rnatilgan. Orqa g'ildiraklar haydovchi hisoblanadi. Maksimal tezlik 250 km/soatni tashkil qiladi. Va bu avtomobilimizda yoqilg'i sarfi qanaqa desangiz, shahar sharoitida 19,7 litr, shahardan tashqarida 12 litr atrofida, o'rtacha esa 14 litrgacha yoqilg'i ushbu avtomobilimiz sarflaydi. Turbina bo'lganligi uchun sifatli bo'lgan 95-98 markali benzinlardan foydalanishni sizga tavsiya qilamiz. Ushbu avtomobil ko'rib turganingizdek juda ham ajoyib, ko'rinishi ham, o'zi ham, ya'ni saqlangani ham zo'r va bu avtomobilni siz aynan Turon Avtodan xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda narxini yozib qoldiramiz va aynan pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Sizga olgan obzorimiz ma'qul keldi deb o'ylayman. Like bosishni esdan chiqarmang. Izohlarda avtomobil haqida o'z fikringizni qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, o'zingizni asrang.